Hurmatli ota-onalar, biz hozir Rustam Bosimov maktabi asoschisi Rustam Bosimov bilan American Kindergarten bog'chasini ochilish jarayoni haqidagi barcha ota-onalarni qiziqtirgan savollarini intervyu shaklida so'raymiz. Sizlar xohlagan ma'lumotlar bo'ladi degan umiddamiz. Jo'rabek 8808 profildan yozilgan kommentariy. U bog'chani tamomlagandan keyin bola necha tilda gaplashadi? Bu yerda muloqot tili faqat ingliz tili bo'ladi. Tarbiyachi ustozlar, yordamchi ustozlar va administratorlar ham faqat ingliz tilida gapiradi. Shuning uchun o'sha tarbiyalanuvchi bola o'zi oilasi bilan gaplashadigan tildan tashqari faqat ingliz tilini o'rganib chiqadi. ru.aviakassa profili. Ishchilarga kamroq pul beringlar, shunda ota-onalarga arzonroq bo'ladi deb yozibdi. Bizda maqsadimiz arzon biron narsa ota-onalarga berish emas, balki sifat berish. Sifatli ta'lim uchun albatta kuchli ustozlar kerak bo'ladi, malakali professional ustozlar kerak bo'ladi. Bu ustozlarni esa kichkina oylik bilan chaqirib bo'lmaydi. Viloyatimizdagi eng bilimli professional ustozlar chaqirishimiz uchun, jalb qilishimiz uchun bog'chamizga albatta katta oylik taklif qilishimiz kerak. Shuning uchun kam oylik bera olmaymiz. HSNVAS.S tabaqalashib ketyapmiz deb yozibdilar. Shu fikrga qanday qaraysiz? Qaysi ma'noda tabaqalashib ketyapmiz? Bu nimani nazarda tutyapti? Menimcha to'lov summasi boshqa bog'chalarga nisbatan bari qimmat bo'ladi, berayotgan oyliklar qimmat deyilgan videodagi yozilgan kommentariy. Shuning uchun ko'proq puli bor odamlar uchun mahsulot tayyorlanyapti, kambag'allar uchun hech narsa tayyorlanmayapti yoki quyi qatlam uchun degan ma'noda yozgan menimcha. Ma'lumki, har qanday tabaqadagi oila farzandlari uchun bog'chalar bor, mavjud, davlat bog'chalari mavjud. Ya'ni har qanday darajadagi, moliyaviy darajadagi oilalar bog'chalarda farzandlarini o'qita oladi. Endi ular aynan bizni bog'chaga o'qitishga mablag'i yetmayotgani, bizni bog'chada uni farzandi o'qimasligi kelajakda uni bolasi muvaffaqiyatsiz bo'lib chiqadi degani emas. Agar biz farzandimiz muvaffaqiyatli bo'lib chiqishini, bilimli bo'lib chiqishini xohlasak, hozirgi kunda har qanday moliyaviy darajadagi oilani uni bilimli qilishga imkoniyat yetadi. Agar u bolasi bilan individual shug'ullansa. Hozir har qanday oilada smartfon, internet bor. Ya'ni biz har qanday oila bolasiga ingliz tilini, matematikani, mantiqiy fikrlashni internet orqali o'rgatsa ham bo'ladi. Hamma joyda kitob do'konlarida kitoblar bor. 5 ming so'mdan tortib 100 ming so'mgacha kitoblar bor. Bu har qanday darajadagi, moliyaviy darajadagi oila qurib yetadi. O'sha kitoblarni sotib olib, uyda bolasi bilan individual shug'ullansa, albatta bu bog'chada oladigan bilimni ham olishi mumkin. Hozir biz masalan Cambridge programmasi asosida ishlaymiz deyapmiz. Cambridge programmasiga o'xshagan materiallar internetda ham ochiq bepulga topsa bo'ladi. YouTube'da ko'plab ingliz tilini o'rgatadiganlar bor. Past moliyaviy darajadagi odamlar ham hozir ertadan kechgacha Instagramda, TikTokda, YouTube'da o'tiribdi. O'shani o'rniga o'sha payt bolasiga ingliz tilida materiallar qo'yib bersa, albatta bola 3-4 yilda bemalol ingliz tilida gapiradigan bo'ladi. Muhammadjon.1127 profilidan ishchilar ko'p oylik olish uchun bolalarni ota-onasidan ko'p pul olish kerakmi deb yozibdi. Bu xususiy bog'cha. Xususiy bog'chadagi barcha xarajatlar, ijara to'lovlari, oziq-ovqatlar, o'yinchoqlar, stol, gilam, kommunal to'lovlar, ustozlarga oyliklar hammasi faqatgina ota-ona to'lovidan bo'ladi. Shuning uchun biz qancha xarajat qilayotganimizga qarab oylik to'lov miqdorini belgilaymiz. Agar bizda xarajatlar juda ham katta bo'lsa, shunga yarasha oylik to'lov ham katta bo'ladi. O'zi Rustam aka, bu bog'chani ochish g'oyasi qayerdan kelib qoldi sizga? Bog'chani ochish g'oyasi maktabdagi ta'lim ichida yurganimizda kelib qoldi. Hozirda masalan ko'pchilik o'quvchilarni maqsadi, masalan ayni Gulistonda universitetga kirsa bo'ldi. Masalan, Tashmiga kirsa, Sanpiga kirsa, Narxozga kirsa, Moliyaga kirsa, Guliston universitetiga kirsa bo'ldi. Maqsad shu. Keyin u yerda bitiribdi, diplom olsa-da, biror joyga ishga kirsa bo'ldi. Maqsadlari juda ham kichkina. Lekin men xohlayman, bu yerdagi har bir bizning maktabni bitiruvchisi juda katta, ulkan maqsadlar qilish. Maqsad qanaqadir bitta kichik universitetga kirib diplom olish emas. Eng zo'r universitetlarga kirib, katta izlanishlar qilib, yutuqlar qilib, masalan, Elon Musk kompaniyalariga o'xshagan, boshqa hozir sun'iy intellekt, ChatGPTga o'xshagan katta kompaniyalarga o'xshagan yangiliklar qilsa, O'zbekiston miqyosida, dunyo miqyosida yangiliklar qilsa o'sha bitiruvchilar. Lekin o'quvchilarimizni xohish istaklari matematikadan sertifikat olsa bo'ldi, milliy sertifikat, IELTSdan 5,5 olsa bo'ldi,
ximiyadan sertifikat olsa bo'ldi, o'qishga kirsa bo'ldi. Buni o'zgartirish juda qiyin bo'lyapti. Masalan, biz doim o'quvchilarning oldiga kiramizda, yo'q sizlar maqsadlaringiz sertifikat olish bo'lmasin, top universitetga kirish bo'lsin desak ham, oilaviy muhit, atrofdagi muhit ta'sir qiladi. Yoshlikdan o'sib kelgan undagi tasavvurlar ta'sirida ular fikrini o'zgartirish qiyin bo'lyapti. Keyin top universitetlarga kirish uchun matematikani ham ingliz tilida o'qish kerak, fizikani ingliz tilida, biologiyani ingliz tilida o'rganish kerak. Boshqa fanlar bor, ularni hammasini ingliz tilida o'qish kerak. Bu o'quvchilarda esa faqat ingliz tilini biladi, lekin ilmiy fanlarni ingliz tilida o'qishga bilim yetarli emas. Masalan, hozir biologiyadan bitta ingliz tili kitobini berib qo'ysangiz, uni tushunmaydi umuman. Oddiy ingliz tilini gapira olsa, lekin ilmiy kitoblarni tushunmaydi. Buning uchun nima qilish kerak? Bularni yoshlikdan o'sha muhitga olib kelish kerak. Birinchi sinf ham hatto kechlik qilyapti. O'sha 3 yoshligidan, 4 yoshligidan unga matematikani ingliz tilida, science fanlarini ham ingliz tilida, hamma muloqot tili, fan, kitoblar ingliz tilida bo'lsa, ertaga u yuqori sinf bo'lganda biologiyalarni bemalol ingliz tilida o'qiydigan bo'ladi va top universitetlarga kirish unda istagi boshqalarga nisbatan ancha yuqori bo'ladi va o'ziga bo'lgan ishonchi ham yuqori bo'ladi. Shuning uchun bu narsani uyni qurishni, sifatli qurishni biz 10-qavatidan boshlamasimiz kerak-da. Bu poydevordan boshlashimiz kerak-da, sifatli qurishni. Agar poydevor sifatsiz bo'lsa, yuqorisini 1000 sifatli qilganini ertaga bitta zilzila bo'lsa, qulab tushadi. Ya'ni hozirgi 10-sinf, 11-sinf bolalar sertifikat olyapti, o'qishga kiryapti, grantga kiryapti, lekin ertaga ishga kirganda bitta silkitsangiz, ichidan hech nima chiqmaydi-da. Undagi liderlik qobiliyatlari ko'rinishi uchun, undagi ishtiyoq, energiya yonishi uchun, har qanday universitet bitirganda to'g'ridan-to'g'ri bemalol ishlab keta olishi uchun yoshlikdan poydevori mustahkam bo'lishi kerak. Xo'p, Guliston aholisini, ota-onalarni juda ham qiziqtirgan savol. Juda ko'pchilik so'rashyapti. Nima uchun bog'chani nomi American Kindergarten? Buni sabablari ko'p. Boya aytib o'tdim, bizda o'quvchilar eng top universitetlarda o'qish kerak. Shundagina bizda davlatimiz rivojlanishi yanada tezlashadi. Eng top universitetlar esa asosan Amerikada. Bog'chamiz ingliz tilida bo'lishini tezroq ota-onalarga yetkazish uchun qandaydir o'sha bildiradigan nom kerak bo'lganda, o'sha payti men hayolimga birinchi kelgan nom American Kindergarten bo'ldi. Ya'ni American Kindergarten nomini eshitganda sirasi darrov ota-ona tushunadi bu ingliz bog'chasi ekanligini va kelajakda bu yerdagi bolalar top universitetlarga kirishga imkoniyat, potensial yuqori bo'lishini tushunadi. Boyagi yozilgan kommentariyalardan ham kelib chiqsak, bir savol tug'iladi. Guliston aholisini ota-onalari sizlar taklif qilayotgan summani to'lashga qodirmi? Agar istasa, agar biz berayotgan qiymatni tushunsa, bemalol qobiliyati yetadiganlar 1000 dan oshib chiqadi. Ozgina atrofga bir nazar tashlasak, Guliston shahar deyapmiz. Guliston shaharida nechta oilada Cobalt, Gentra kabi, Malibu kabi 150 million so'mdan qimmat mashina bor. Nechta oila hozirgi kunda dom sotib olyapti. Boshidan 200 million, 100 million to'lab. Nechta oila kamida 50 million, 60 millionga to'y o'tkazyapti. Barcha restoranlar, kafelar ko'rsangiz har kuni kechasi to'la o'tiradi. Bitta odam boshiga 150 ming so'mdan, 100 ming so'mdan kassa to'lab ketadi. 3 kishi o'tirsa, 4 kishi o'tirsa, bitta oilasi bo'lsa 400 ming, 500 ming to'lab ketadi bir o'tirganda. Bu xarajatlar oldida bog'cha to'lovi juda ham kam hisoblayman, chunki boyagi qilayotgan xarajatlari bular borgan sari qiymati pasayib ketadigan o'tkinchi xarajatlar. Hozir avtomobil olsangiz 5 yildan keyin qadri pasayib ketadi. Uy olsangiz 5 yildan keyin remont qilishingiz kerak. Lekin bu hozirgi xarajat ertaga 10 yildan keyin, 15 yildan keyin 1000 barobar, 2000 barobar qaytib keladi. Boshqa hozir qilayotgan bu xarajatlar birortasi kelajakda 1000 barobar, 2000 barobar qaytib kelmaydi, balki qadri pasayib ketadi. Faqatgina shu boyagi biz nimani birinchi o'ringa qo'yishimizga bog'liq. Biz uchun birinchi o'rinda mashina, birinchi o'rinda uy, birinchi o'rinda to'y, kim uchundir nimanidir ko'rsatib qo'yish bo'lmasi kerak-da. Biz uchun farzand o'qitish birinchi bo'lsin. Boshqalarga maqtanganda mashinamiz bilan, uyimiz bilan,
to'ylarimiz bilan maqtanmaylikda. Kimni farzand eng sifatli ta'lim olayotgani bilan maqtansak, shuni dunyoqarashni o'zgartirsak, shundagina to'lov qobiliyati yetadigan mingdan oshiq odamlar chiqadi. Aks holda hech qachon chiqmaydi. Hamma biznesda bor, ta'lim biznesida ham eng ko'p so'raladigan savollardan bittasi chegirmalar. American Kindergarten'da ham chegirmalar bormi yoki qanaqa tartibda bo'ladi, kimlarga beriladi? Shu haqida ham bir ozgina ma'lumot bersangiz. Chegirmalar bor. Chegirmalar kimlarga beriladi? Birinchidan bizda hamma respublika miqyosida, ayniqsa Sirdaryo miqyosida to'lovlarni ota-onalar tomonidan ta'limga vaqtida to'lash muammosi bor. Juda ham ko'p kechiktirib to'lanadi. Masalan, siz ovqatlanishga kirsangiz, o'sha paytda chiqib ketayotganda to'lab ketasiz. Klinikaga borsangiz, doktorga ko'rinishdan oldin to'lab ketasiz. Uy olayotganda ham boshlanish to'lovni qilasiz. Hamma xarajatlar avtomobil olayotganda boshida to'laysiz, keyin bo'lasiz. Lekin bizda ta'limda o'quv markazlarida ham, xususiy maktablarda ham, xususiy bog'chalarda ham bolasi o'qib yuraveradi, ota-ona to'lamay yuraveradi. Hamma bog'chani administratorlari, boshqa yordamchi xodimlari ota-onalarga telefon qilib, to'lov qilishini iltimos qilib yalinib yurishadi. Shu narsani albatta birinchi navbatda ota-onalar o'zi bu narsani oldini olish kerak. Bolasi shu sifatli ta'lim olishni xohlasa, vaqtida to'lov qilish kerak. Shuning uchun vaqtida to'lov qiladigan ota-onalarga chegirma bermoqchimiz. Ya'ni har oyning boshida o'sha oy uchun 5-sanagacha to'lov qilinsa, masalan noyabr oyi uchun to'lovni 5-noyabrgacha to'lov qilsa, unga oylik to'lovdan 10% chegirma qilib bermoqchimiz. Keyin yana bir chegirmamiz, bitta oiladan ikkita yoki undan ko'p farzand o'qisa, ularga ham 10% chegirma bor. Agarda 1 yillik yoki 10 oylik to'lovni oldindan qiladigan bo'lsa-chi ota-onalar? Agar 1 yillik to'lov qiladigan bo'lsa, 15% chegirma berilgan. 15%. Ko'pchilik ota-onalarning og'rig'i desa ham bo'ladi. Bolalarni bog'chaga berishadi, lekin e'tibor kamligidan, guruhda bolalar ko'pligidan nolishadi. Bu bog'chada unday muammo bo'lmaydimi? Men ham bitta gruppada yosh bola ko'p bo'lishiga qarshiman. Ko'p bog'chalar o'rganib chiqqanimizda, bog'cha ochishdan oldin guruhda eng kami 25 ta bo'lganini kuzatdik. Ayrim bog'chalarda 35 ta, 40 ta, o'rtacha 30 ta, 35 ta ekan. Bu shunchaki ushlab turishga o'xshaydi. Bitta xonada bola deyarli hech nima o'rganmaydi. Bundan hattoki yuqori sinflarda ham 20 ta bola bilan shug'ullanish qiyin. Shuncha o'zini aqlini tanib olgan, maqsadi bor, ko'p narsani tushunadigan bolalar 20 ta bola bilan biz masalan maktabimizda 20 ta ishlash qiyin bo'ladi. Bu hali kichkina bolachalar, hali o'zini tushunmaydi, maqsadini bilmaydigan bolalar 30-35 ta bola bilan juda ham kuchli bo'lmagan pedagoglar yaxshi natija ko'rsatishi juda qiyin. Masalan, maktabda 20 ta bola bilan shug'ullanadi, lekin undagi pedagog juda ham kuchli. Bog'chada tarbiyachiga nisbatan 10-50 barobar kuchli ustozlar. Masalan, bog'chada ingliz tilini dars berib ketadigan ustozdan maktabda 10-sinflarga ingliz tilini dars beradigan ustozni farqi juda ham katta. Lekin maktabdagi IELTS 8 ustoz 20 ta bolaga dars o'tadi. Bog'chada IELTS 5,5 yoki IELTS ham olmagan ustoz esa 35 ta bolaga dars o'tyapti. Bu degani sifat 100 barobar past natija bo'ladi degani. Shuning uchun biz bog'chamizda eng ko'pi bilan 15 ta bola bo'lishini yo'lga qo'ymoqchimiz. Bundan ham kam qilsak bo'ladi, lekin bundan ham kam qilsak, ota-ona tomonidan to'lanishi kerak bo'lgan summa yanada kattalashib ketib qoladi. Agar masalan biz bolani 10 ta qiladigan bo'lsak, hozirgi qo'ygan to'lovimiz yana 1,5 barobarga oshib ketishi mumkin. Hozirgi o'rtadagi balans bu 15 ta o'quvchi deb hisoblanadi. Rustam aka, ko'pchilik ota-onalarda shunaqa fikr bo'ladi. Hozir juda ham qimmat summani to'lab, bog'chaga farzandini berib, ingliz tilini o'rganganidan ko'ra, undan ko'ra repetitorga berib, 500 ming so'mdan 6 oyda ingliz tilini o'rgatib qo'ygani ma'qul emasmi ularga? Nima uchun bu bog'chaga berish kerak? Juda to'g'ri savol, matematik jihatdan. Albatta, agar ingliz tilini o'zini o'qitish maqsad bo'lsa va sertifikat olish maqsad bo'lsa, bu bog'chaga berish shart emas. Ertaga qachondir 10-sinfdami, 11-sinfdami, universitetdami repetitorga berib, o'sha sertifikatni olsa bo'ladi. Qandaydir darajada ingliz tilini o'rganib olsa bo'ladi. Lekin bizni American Kindergartenimiz bu ingliz tilini o'rgatadigan bog'cha emas. Bu yerda bizda ingliz tili vosita. Biz ingliz tili orqali bolalardagi mantiqiy fikrlash, shaxsiy rivojlanish, jamoa bilan ishlash, o'ziga bo'lgan motivatsiyani oshirish, hayotni tushunish, hayotga bo'lgan munosabatlarni shakllantiramiz. Ya'ni bizdagi hamma materiallar xalqaro Cambridge va boshqa Singapur, Amerikadagi dasturlardan olingan. Bu yerdagi
hamma materiallar ingliz tilida. Matematika ham ingliz tilida, science fanlari ham ingliz tilida. Hammasini biz ingliz tilida tushuntiramiz. Shuning uchun bu yerda ingliz tili asosiy emas. Bu yerda asosiy fikrlashni rivojlantirish markazda turadi. Unda siz aytayotgan narsalarni o'zbek tilida ham o'rgatsa bo'ladiki bolalarga? O'zbek tilida o'rgatsa bo'ladi, lekin o'zbek tilidagi materiallar aynan bog'cha yoshidagi uchun materiallar juda kam va tartiblanmagan, tizimlashmagan. Cambridge dasturlari esa ancha tizimlashgan, juda ham uzoq yillik tarixiga ega va bu Cambridge dasturida o'qigan bolalarda yuqori natijalar ko'rsatish natijali dastur. Demak, eng top universitetlar uchun mana shu Cambridge dasturi foydali beryaptimi? O'sha dasturdan foydalanish ertaga bizning o'quvchilarimizga ham top universitetlarga kirish uchun foydali bo'ladi. American kindergarten, ustozlar ingliz tilida gapiradi, o'zbek tili ishlatilmaydi. Bolalarda Amerikan mentalitet shakllanib qolmaydimi? Albatta buni boshidan bunga qarshi choralar o'ylab ko'rganmiz. Birinchi navbatda ustozlarni ishga olayotganda ustozlarni o'zini qadriyatini, mentalitetini bilib olganmiz. Agar ustozni o'zi mentaliteti yevropalashgan bo'lsa, u holda bu ustozlarni bilim darajasi kuchli bo'lsa, ishga olmaganmiz. Agar ustozni asosiy qadriyatlari sharqona bo'lsa, o'zbekona bo'lsa, u holda bu ustozlar biz uchun prioritet hisoblangan. Biz Amerikani g'oyasini emas, undagi fanni o'rgatamiz. Ular ishlab chiqqan mantiqiy fikrlash, matematika kabi science fanlarni o'rgatamiz. Bizda bitta xona tayyorlangan, bu milliy xona. Bu yerda hatto sandaldan tortib eski choponlargacha, eski do'ppi, eski lagan, sopol idishlar hammasi o'zimizning milliy qadriyatlar asosida jihozlangan xona. Ya'ni o'sha yerga kirib o'quvchilar o'ynab, choy ichib, dam olishi mumkin. Boyagi milliy qadriyatlarimizni esdan chiqarmaslik uchun. Bu yerda bolalar xalqaro darajadagi bilimni o'rganadi, ilmni o'rganadi, lekin o'zbekona qadriyatlar asosida. O'zbek qadriyatlari ingliz tilida o'rgatilar ekanda, demak. Ya'ni o'ng qo'lingda suv ich degan narsani ingliz tilida o'rgatiladi. Hamma narsa ingliz tili bo'ladigan bo'lsa, bolalar o'zbekchani bilmaydimi shunda, o'rganmaydimi? Bizning bog'chamizda eng kichigi 2,5 yoshdan keladi. Ya'ni 2,5 yoshgacha bu bola o'zbek oilada tug'ilib, o'sib, atrofda o'zbeklar ichida yurgan, o'zbekchani bir qadar gapirishni o'rganib qolgan, atrofda hamma o'zbekcha gapirgan gaplarni tushunadigan bolalar keladi. Shuningdek, bizda 8,5 dan 4,5 gacha bizda ingliz muhitida bo'lgani bilan 4,5 dan keyin to ertalab 8 gacha o'zini oilasida, tashqaridagi do'stlari bilan, qarindoshlar davrasida bo'ladi. U yerda muhit albatta o'zbekcha bo'ladi. Shuning uchun o'zbek tilini esdan chiqaradi deb hisoblamaymiz. Guliston shahrida yaxshigina ko'p aholi yashaydi. Ko'pchilik ota-onalar qiziqishi mumkin. Keyinroq bersam, yanvardan bersam, fevraldan bersam, bog'cha to'lib qolmaydimi? O'zi sig'imi qancha bog'chani, nechta bolani qabul qiladi degan savollar ham tug'iladi. O'zi bog'cha sig'imi o'rtacha 90 o'ringa mo'ljallangan, lekin hozirda biz faqat 45 o'rin tayyorlaganmiz. 3 ta gruppaga tayyorlaganmiz, 3 ta gruppani jihozlaganmiz va 3 ta gruppaga ustoz tarbiyachilar qo'yganmiz. Birinchi navbatda 45 ta o'quvchini jalb qilib, ular bilan shug'ullanamiz. Keyin agar bu narsa o'zini oqlasa, bizda ta'lim tizimimiz natija samara berayotgan bo'lsa, keyin asta-asta yanvar oyidan yoki bahordan boshlab yoki keyingi yildan boshlab 4-gruppani ochishimiz mumkin. 4-gruppani qachon ochishimiz noma'lum. Avval biz tayyor bo'lishimiz keyin ochamiz. Ana endi eng kulminatsion savol, butun Guliston ahlini qiziqtirayotgan American kindergarten bog'chasini narxi qancha bo'ladi? Narxi Xudo xohlasa ochilish marosimida, ochiq ishlar kuni bo'ladi 9-dekabrda. Ota-onalarni farzandlari bilan ochilish marosimiga ochiq eshikni taklif qilamiz. O'sha yerda bog'chadagi sharoitlarni ko'rish mumkin, ustozlar bilan suhbatlashish mumkin, nima o'ziga qiziqtirgan savollar bo'lsa berishi mumkin. Shundan o'shanda narxni ham aytib o'tamiz. Jamiyat uchun foydali maktab ochdingiz, bolalarga bilim beryapsiz. Jamiyat uchun foydali, jamiyatni o'sishiga foyda keltiradigan bog'cha ochyapsiz, bu ham Xudo xohlasa foyda keltiradi. Keyingi jamiyat uchun foydali bo'ladigan qanaqa rejalaringiz bor? Keyingi rejalarimiz hozirgi maktabimda berayotgan ta'lim sifati biz Sirdaryo ahli respublika darajasida olib ko'rsak, yaxshi mavqega, darajaga, sifatga ega. Lekin xalqaro darajada olib ko'rsak,
hali biz berayotgan sifat xalqaro darajada emas. Keyingi maqsadlari mana shu maktabimiz berayotgan sifatni xalqaro darajaga olib chiqish. Kelajakda Rossiyadan, Amerikadan bizni saytimizga kirib, bizni tizimni o'rganishni xohlayman. Mana shu yerdan top universitetlarga bitiruvchilar kiryapti, shu yerdagi katta ilmiy yutuqlarga erishyapti. Bularda tizim qanaqa? Biz hozir masalan Yaponiyaga borib, Qozog'istonga borib, Avstraliyaga, Buyuk Britaniyaga borib, maktablarni, Finlandiyaga borib maktablarni o'rganmoqchimiz. Kelajakda ular ham shu yerda O'zbekistonda bitta Rustam Bosimov maktabi bor ekan. Biz borishni tizimini o'rganishimiz kerak. Qanday qilib bu yerda bitta O'zbekistondagi maktabdan Garvard kabi, Stanford kabi top universitetlarga o'quvchilar ko'p kiryapti. Bu bir 2 yillik, 3 yillik maqsad emas bu. Bilmadim, 10 yil ketishi mumkin, 50 yil ketishi mumkin, 30 yil ketishi mumkin. Juda ko'p vaqt ketadi albatta. Garvard bo'lish uchun juda ko'p vaqt ketgan. Uzoq muddatli maqsadim shu hozirgi kunda. Bir savol qolib ketibdi. Vaqti yo'q, ishga erta ketadigan ota-onalar ham bor. Shu ota-onalar farzandini qanaqa qilib o'z vaqtida bog'chaga yetkazib berishni bilishni xohlaydi. Ya'ni bog'cha qanaqa yordam beradi bu tomondan? Avtobus qo'yiladimi yo qanday qilib yetkazib beradi? Biz kam sonli o'quvchini jalb qilyapmiz, 45 ta. Bu degani har xil hududlardan kam o'quvchi bo'ladi. Masalan, 4-mavzudan 3 ta 4 ta bo'lishi mumkin. Zarbdor hududidan 3 ta 4 ta. Shunga boshlanishiga yengil moshin qo'yapmiz. Har bir hududdan bitta yengil moshinda 3 ta 4 ta bolani olib kelib, bu ham vaqt tejaydi. Agar masalan biz bitta butun katta mavzuga bitta avtobus qo'yadigan yoki marshrutka qo'yadigan bo'lsak, to birinchi bolani olib oxirgi bolani olguncha terib chiqishda o'ziga yarim soatdan 1 soatgacha vaqt ketadi. Birinchi bu avtobusga o'tirgan bola oxirgi bola chiqquncha juda ko'p vaqtini kutib qolishga sarflaydi. Shuning uchun katta avtobuslar, boyagi marshrutkalar hozircha bizga ma'qul emas. Agar bitta kichkina hudud ichidan ko'p bo'lsa, unda bu yaxshi usul bo'ladi. Avtobus qo'yish, marshrut qo'yish. Rustam aka, siz ham boshqa bog'chalarga o'xshagan o'zbek bog'cha yoki o'zbek rus bog'cha qilib bog'cha ochsangiz, o'qituvchi topishingiz ham, bolalarni jalb qilishingiz ham qisqa muddatda kadrlarni ham, o'quvchilarni ham juda ko'p miqdorda 200-300 ta yig'a olasiz. Bunaqa potensialingiz bor. Nima uchun shunday qilmayapsizda? American Kindergarten ochib o'zingizni qiynayapsiz. Men diplomatiyani bitirganimda ish qidirganman. Keyin bankka ishga kirgandim. Keyin boshida endi universitet bitirganda o'zini ishini topolmaydi. Kim qayerda maqtasa o'sha yerga ketib qo'yaveradi. Yosh. U paytda bizga maslahat beradigan odamlarimiz yo'q edi yoki o'zimiz maslahatlashmaganmiz. O'sha paytda 2012-yillari bank zo'r deb maqtagandi, chunki bankka ishga kirgandik. Keyin ishlayapman. 1 oy o'tdi, 2 oy o'tdi. Bir kunday qarasam, buxgalteriya bo'limida ishlardim. Har kuni kompyuterga bir xil narsani kiritamiz, to'lovlarni kiritamiz, chiqim qilamiz. Ertasi kuni ish shu ish. Kompyuterda knopkalar bosib o'tiramiz, bo'ldi. Hech qanaqa aqlni, miyani ishlatish, bir kreativlik talab qilinmaydigan ish. Shunchaki robot bajaradigan ish. Atrofimda oddiy kollejni bitirgan bolalar ham men bilan bir xil buxgalteriyaning ishini qilyapti. Axborot kollejini bitirgan yoki boshqa keyin oddiy universitetlarni bitirgan bolalar ham shu ishni qilyapti. Ya'ni bu yerga hech qanaqa bilim kerak emas. Faqat sizga o'rgatib qo'yadi, mana uni bosasan, buni bosasan, buni kiritasan, bo'ldi. Men shu paytga keyin o'yladim. Maktab davrida shuncha matematikadan olimpiadalarga nima uchun tayyorlandim? Universitetda shuncha iqtisodiyotni, ekonometriya degan fanlar bor edi, juda murakkab fanlar. Ingliz tilini, yapon tilini dasturlashdi. Jahon iqtisodiyotini nimaga o'rgandim, jahon siyosatini nimaga o'rgandim. Shu o'sha olgan bilimlarimni nimaga ishlatyapman? Shuncha qobiliyatlarimni nimaga ishlatyapman dedim. Bu men hozir qilayotgan ishni boshqa bitta kollejda bitirgan yoki bitirmagan bola ham qila oladi shu narsani. Repeterlikni boshladik, chunki bizda asl qobiliyatimiz matematikada. Matematikadan repeterda boshladim. Universitetlarga o'quvchilar tayyorlayapmiz. Matematikadan 30 tani ish olgan, har qanday matematik ham
boshqa bolalarni tayyorlay olyapti. Oddiy 30 ta matematika 30 dan ishlagan ham tayyorlay oladi. Yo men ham kirgizyapman, bir xil ish qilyapmiz. Ya'ni hamma kartochka ekishni qo'li kelyapti, men ham kartochka ekyapman. Mendan katta foydam tegmayapti-da. Demak, bu meni yana missiyam emas dedim. Men bundan-da kattaroq ish qilishga tug'ilganman endi missiyaga. Demak, Prezident maktabini qiziqtirib qo'ydi. Prezident maktabini qiziqtirgani undagi materiallar bolani fikrlashini juda ham rivojlantiradigan materiallar, mantiqiy fikrlash, tanqidiy fikrlash, ertaga aynan hayotda kerak bo'ladigan narsalar. Imtihonga emas, hayotga kerak bo'lgan. Abituriyentlar tayyorlash esa bu imtihonga kerak bo'lgan materiallarda. Imtihondan keyin ham abituriyent esdan chiqarib oladi. Keyin shunga qiziqib, boyagi mantiqiy, tanqidiy fikrlashga qiziqib unga o'tdik. Keyin ota-onalardan eshityapmiz, ta'lim sifati juda ham pasayib ketgan davlatimizda. Xususiy maktab och, zo'r ta'lim tizimini qurdi. Demak, Sirdaryoda ta'lim sifatini oshirish uchun men xususiy maktab ochishim kerak. Mening vazifam ertaga universitetdan keyin bola kim bo'lishini xalq yordam berish. Ya'ni boladagi ertaga hayotda kerak bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantirish, fikrlash, eng muhim fikrlash. Insonlar bilan muloqot, liderlik ko'nikmalari, hayotni tushunishi, o'sha narsani rivojlantirish. Global darajada, global o'ylaydigan bolalar yetishtirish mening missiyam deb qabul qildim-da. Chunki hamma boyagida aytgandek kartochka ekayotgan bo'lsa, siz ham o'shanga kartochka ekuvchi bitta bo'lib kirganingiz u xalqqa juda ham katta foyda emas. Siz boshqa yangi yana bitta vitamin olib kirishimiz kerak-da. Hamma butun organizmga bitta ovqat yeyapmiz-da, bu faqat bizga oqsil olib kelyapti. Lekin oqsildan boshqa vitaminlar ham bor, ular ham kerak. Biz faqat universitetga abituriyent tayyorlab beraversak, u davlat hech qachon rivojlanmaydi-da. Universitetlarimiz to'ladi, lekin davlat rivojlanmaydi. Davlat rivojlanishi uchun boshqacha kadrlar kerak. Universitetga kiradigan kadrlar kerak emas. Universitetni bitirgandan keyin davlatni rivojlantiradigan, nimadir yangilik qiladigan, kreativlik qiladigan, boya aytgandek Tesla, Google kabi, OpenAI kabi katta kompaniyalar kabi yangiliklar qiladigan bolalar kerak-da. O'shaning uchun boyagi Amerikan kindergartenga ochdik. Yoshlikdan shu bolalarni eng global darajada fikrlaydigan bolalar yetishtirish bosh g'oyasi. Agar o'zbek rus bog'cha ochsa, boya aytganingizdek bemalol to'ldiramiz, keyin o'qitamiz, ertadan kechgacha o'tiramiz, ozgina matematikani o'rgatgandek bo'lamiz, bir soat ingliz tilini o'rgatgandek bo'lamiz. Ota-onalar xursand, bolam qo'yishda, ayrishni bilyapti, yozishni o'rgandi deydi, ingliz tilini bitta so'zlar aytyapti deydi. Pulni olamiz, maktabga chiqarib olamiz, bo'ldi. Lekin buni hamma qila oladi. Men bo'lishim shart emas. Maktabga bolani tayyorlash uchun o'qishni, yozishni, shunchaki oddiy matematikani o'rganish uchun Rustam Bosiyev maktab ochish shart emas-da. Uni bunaqa bu ishni qila oladigan ko'plab odamlar bor. Men boshqaroq undan-da yuqori maqsad ko'zlangan ishni qilishim kerak-da. Shuning uchun Amerikan kindergartenini ochyapman. Bu bog'cha bu yerdagi bog'chalar bilan raqobatlashadigan emas, xalqaro darajadagi bog'chalar bilan raqobatlashadigan bog'cha bo'lishi kerak. Shu narsani o'zimizga maqsad qilib olganmiz. Rustam aka, sizga kattakon rahmat. Butun Guliston aholisini qiziqtirgan savollariga erinmasdan, kech bo'lishiga qaramasdan vaqt ajratib savollarga to'liq javob berganingiz uchun. Hurmatli ota-onalar, hurmatli kuzatuvchilar, sizlarda endi yana men so'ramagan savollar bo'ladigan bo'lsa, sizlarni qiziqtirgan boshqa qiziqarli takliflaringiz bo'lsa, qandaydir fikrlaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib, o'z fikrlaringizni bemalol yozib borishlaringiz mumkin.